qanday qilib bunga o'tish kerak degan savol tug'ilyaptimi? Men sizlarga aytaman. Darslikdan to'g'ri o'tish kerak. Erinmaslik kerak. Mana men misol uchun vaqtida kelganimda, shu komandaga qo'shilganimda, darsliklarga kirganimda, menda ham xuddi sizlarga o'xshab cheklovlar bo'lgan. Erim urishgan, internetga chiqma, basharangni ko'rsatma degan. Misol uchun, ota-onam urishgan, gapga xotin uyalmaysanmi degan, hattoki qizim aya qo'ying endi degan gaplarini eshitganman. Bilasizmi? Menga hamma negativ bo'lgan. Men chevarman, shaharda meni ko'pchilik taniydi. Hattoki shahardagi o'zimni klientlarim nimalar qilib yuribsiz Shahnoz deb ustimdan kulgan. Lekin o'rtoqlar, men bu narsalarga e'tibor bermadim. Mana hozirgi kunda shuncha negativdan, shuncha qiyinchilikdan o'tdim. Lekin hozirgi kunda hurmatim joyida. Nabrut klientlarim xursand, o'zimga narsa zakaz qilishadi. Yaxshi tomoni ezilib, mashinkada ignani ko'tiga qarab, shuni klientga bitirishim kerak deb uyqudan qolib o'tirmayman. Vaqtida uxlayman. Xohlaganda ertalab 9:10 da turaman, xohlasam. Xohlagan ishimni qilaman. Xullas gap. Meni hech kim zo'rlamaydi. Tushunyapsizlarmi? Men to'yim bor, qachon bitirasiz deb boshimda hech kim turgani yo'q. Tushundingizmi? Men o'sha narsadan chiqib ketish niyatim bor edi. Erimchi, yaxshi pul topyapman, erimdan bir tiyin so'ramayapman. Qilyapman. Men ketayam Ariston uyga qo'yib qo'ydim. To'g'risi, Aristonim yo'q edi. Mana sizlarga o'xshagan odamman. Men bo'ldi, hamma narsasi bor, bo'yicha xotin emas. Men ham o'zi nima deydi, o'rta miyona oiladan chiqqan, hamma narsaga birdaniga erishgan xotin emasman. Mani uyimda hatto shu paytgacha Aristonim yo'q edi. Onamnikida hamma narsa bor. Onamnikiga borib yuvinib kelar, vaqt kelsa. Qaynatib, kastrulkada, chelakda olib kirib vannada yuvingan kunlarim bo'lgan. Bizda Angliyada faqatgina qishda o'sha 3 oy, 4 oy beradi. Bizda 4 oygina atiga issiq suvni beradi qishda. Bo'ldi. Boshqa payt yoz kunlari yo'q. Mana kecha misol uchun o'zimni pulimga qo'yib qo'ydim. Erim xursand. Bo'ldi xotin. Malades deb o'tiribdi. Ko'ryapsizlarmi? Aytmoqchimanki, o'sha narsalarga erishdim. Lekin undan oldin sassiq gaplarni eshitdim. Shu narsalarga, sassiq gaplarga e'tibor bermadim. Faqat olg'a intildim. Negaki bu yerda haqiqatan zo'r imkoniyat borligini bildim.